Assalomu alaykum, qadrli Katulhouse kuzatuvchilari. Sizlarga navbatdagi 3 so'tili issiqxonani eng sodda usulda qilinishi Katyo'lda eng idealniy ustunovkasi haqida qisqacha video qilishga harakat qilamiz akalar. Xo'p, bu yerimiz 3 so'tli aytganimda eng sodda ko'chakadan 4 qatordan aylangan, abratga o'rtadan ikkita bo'lib qaytarishgan. Hop, mana padachi hozir bor ko'rsatamiz. Padachi o'rtadan chiqyapti, ikki tomonga tushyapti. Mana ikki bakoviga. Ikki bakoviga tushib, to'rtta bo'lib qaytyapti-da. Bu yoq bilan aylanib, bitta svetofor olib, mana ikkitada qo'shilib turib, mana ulanishlari. Mana bu ikkitada borib, naryoqda ikki obratga bitta qo'shilib, motor, cheres motor olib kirib ketyapti. Yana bitta narsa ko'rsataman. Ko'chatxona endi bu yer. Tashqarida yana 30 so'tili parnigi bor. Yo'l tushganda syomka qilib qo'yamiz mana. Uyda mashinani olib ketishgan ekan uyga. Zo'r isitgan deyapti. Endi bitta kamchiliklar bor ekan, hozir ishlatmay qo'yishgan. O'sha tepadan havo chiqaradigan qo'yish kerak uyga. Qo'yilmagan hisobidan qolib ketgan. Bu holasa katta bilan ko'rsatamiz. Mana abratkalarni ulanishi mana. Bitta o'lyapti mana motor. Ularni katta o'lib chekib ketyapti. Ko'rsatamiz mana. Yani doimida kranning motor ishga bo'lsa chirib olishda bo'lish uchun plastik. Xo'p, katta ulanishi. Kallasi ko'mir zapravka tomon tashqarida qo'ygan, bu yog'i ichkarida qo'ygan. Atrofi g'ish bilan o'ralib, mana salapalar yopilgan. Bu yoqlari ancha tutashi mumkin, yaxshilab loylab qo'yilgan. Ichkariga tutib kirib bo'lmaydi. Pastga eshik bu yerdan. Mana eshiklar endi 10 kun, 15 kundan bir ishlatiladi, ochilib tozalanadi. Bo'ldi, ungacha ishlanmaydi. Shuna hisobidan ichkarida qilingan. Butun zapravka tozalovlar tashqarida qo'ygan. Mana mo'rlari, ichki ketishlari. Atrofi g'ish bilan o'raladi. Zapravka qiladi, tutashlar ichkariga bo'lmaydi. Bemalol tozalash ishlari, padachida ulanishi. Ishlangasi mashg'ulot to'lansa, yaxshi holatda bo'ladi. Tozalovlari zakaz bo'yicha aytilgan, mana kelishdilar bo'lgan. Yutkalari mana shu tomonga qo'yilgan. Ishlarga aytganda padachi rashitiladi. Joyli holatda kecha yoqib sinalgan 100 kilo zapravka qilgan. Relayimizni, buni termostatimizni 80 gradusga qo'ygan. Mana hozir mana 75 ta turibdi. Mana shuni 80 ga qo'ygan. Qachon katta 80 ga chiqqanda o'chadi, yonadi. 100 kilo ko'mir bilan ichkarini aytgandan ham a'lo qilib isitib, mana shuning uchun 3 so'tli joy. Isitib yettalab 8-9 gacha yetib berib deyapti. 100 kilo zapravka, bitta zapravka 3 so'tlikka 100 kilo 80 ga qo'yilgan uchun ko'proq sotgan. 70 ga qo'yilsa, mana shu 70 kilo 80 kiloga tushadi. 10 gradusdan katta yo'lda rasodda ancha o'ylan nima qilib beradi, bilintirib beradi. Xo'p akalar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lganim hozircha shu. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan ham chiroyli foydali videolar qilishda davom etamiz. Katulhouse xizmatda.